Hürmetlik Şarkı Türkistanlı qarindoshlar. Şarkı Türkistan xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Xitoy yadro urushiga hozirlanmoqda ekan. Tom 1 xabar axborotining 24 oktyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika Davlat bexatarlik idorasi 5 burchaklik binoning doklatiga asoslanganda Xitoyning 500 dan ortiq mashg'ulot yadro urush o'q-beshi borligi mo'ljallangan bo'lib, bu mo'ljal ilgirki mo'ljallardan eshib ketgan. 5 burchaklik binoning Xitoyning harbiy va bexatarlik taraqqiyoti bilan munosabatli yillik dokladida Beijingning 2022-yili yadro kengaytirishni davomlashtirganligi ko'rsatilgan. Davlat mudofaa ministrligining mo'ljalicha Xitoyning 2023-yili 5-oygacha 500 dan ortiq mashg'ulot yadro urush o'q-beshi bor bo'lib, ilgirki mo'ljallardan eshib ketgan. 2030-yili Xitoyning yadro o'q-beshining soni 1000 ga yetadiganligi, 2035-yilgacha yadro sig'imining kuchini davomli oshiradiganligi mo'ljallangan. Dokladda yana Xitoyning quruqlik, dengiz va havodagi yadro yetkazish sistemasining ombar zapasi ko'paytirilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Olimlar Federatsiyasi Amerikaning taxminan 3700 yadro urush o'q-beshi zapasi borligini, Rossiyaning 1550 yadro qurolining borligini aytgan. Xitoy Sichuan o'lkasidan Qashqar viloyatining Qarg'iliq nahiyasiga qadar uzangan tez suratlik tosh yo'l yasamoqda ekan. Tom 1 xabar axborotining 25 oktyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Sharq Turkistonni xitoylashtirishni tezlatishga ahamiyat bergan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning boyligining Xitoyga yetkilishiga qulaylik yaratish va Xitoylarning Sharq Turkistonda mangulik o'ltiraqlashishiga ilhom berish uchun Sharq Turkiston bilan Xitoy o'lkalari orasidagi havo, quruqlik va temir yo'l transportiga solgan mablag'ini ko'paytmoqda ekan. Xitoy xabar manbalarining 23 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyning Sichuan o'lkasining bozoridan Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Qarg'iliq nahiyasiga tutishadigan tosh yo'l qurilishining Sichuan o'lkasi Kangding Paumutiga 1-nomerlik tunnelning o'ng tarafiga bog'langan yo'ldagi qurilishining oxirlashiga oz qolganligi xabar qilingan. Yana yuqori suratlik tosh yo'lning Kangding chegara bo'lagidagi 1-nomerlik tunnel Sichuan o'lkasining Ganzi bozoriga joylashgan ekan. U Kangding shahrining Shinxan kentidan boshlanib Sharq Turkistonga tutishidi ekan. Tilga ilingan tunnellarning so'l tarafining uzunligi 8865 kilometr, o'ng tarafining uzunligi 8780 kilometr, eng cho'ng cho'nqurligi 1250 metrga yetadi ekan. Yuqori suratlik tosh yo'l Kangding tunnelining jami 28250 metr uzunligidagi qurilishining allaqachon tamomlanganligi bayon qilingan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy hokimiyatining yaqinda Sharq Turkistonning havo, temir yo'l va tosh yo'l transportini kengaytirib, ko'chman Xitoylarning Sharq Turkistonga mangulik ko'chishiga ilhom berib, Sharq Turkistonning boyligini Xitoyga to'shishga qulaylik yaratgan. Sharq Turkistonni xitoylashtirish oxirgi maqsadiga yetish uchun bir tarafdan Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlari va turmalarga solisa, yana bir tarafdan ayol, yoshlarni Xitoy o'lkasi va boshqa rayonlarda surgun qilib, majburiy emgak silish orqali Uyg'urlarning nupusini azaytishga tirishgan. Yana bir tarafdan ko'chman Xitoylarning Sharq Turkistonda yildiz tortib, mangulik o'ltiraqlashishiga kafolatlik qilish bilan bir vaqtda xalqaro jamiyatda ziyonkashlik yo'q degan tuyg'uni shakllantirmoqchi bo'lgan. Chet eldagi Xitoyparast Uyg'urlarga viza qulayligi tug'dirib, vatanga qaytib ketish fursati bilan ta'minlab, Sharq Turkiston xalqining erkin sayohat qila oladiganligini tashviq qilish orqali irqiy qirg'inchilik qilmishini Amerikaning to'qigan tashviqotiga chiqarishni maqsad qilgan. Mitsubishi avtomobillari Xitoydan ayrilmoqda ekan. Tom 1 axborot xabar torining 25 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyda ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan Yapon shirkatlari Xitoydagi sotilish miqdorining tuvanlishi va Xitoy davlat ichi bozorining to'pliq mashinaga moyilligi, shundaqla yerlik shirkatlarga davlat yordam puli bilan ta'minlashning passiv ta'siriga uchragan. Mitsubishi avtomobil hayitining bayonotida sotish nishonining plandagidek amalga oshmaganligi va 2023-yili 3-oyda ishlab chiqarishning to'xtatilganligi bayon qilingan. Xitoydagi savdo strategiyasining yangilanib, qurilma xarakterli islohot elib berilganligi xabar qilingan bayonotda yerlik mahsulotlarning to'xtatilganligi va pay cheki tugaganda yangi mashina sotishning oxirlashganligi e'lon qilingan.
Xitoy bozoridan chekinish qarorining 2024 yili martda oxirlashadigan 2023 yillik moliya yilini o'z ichiga olgan 24 milliard yuan, ya'ni 160 million dollarlik odatdan tashqari ziyon keltirib chiqaradiganligi mo'ljallangan. Mitsubishi shirkati yerlik ishlab chiqarish sherigi bilan suhbatlashgandan keyin chekinishni qaror qilgan. Yaponiya shirkatlarining ishlab chiqarish mablag'ini Sharqiy Janubiy Osiyo bozoriga yo'tkaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Amerika Davlatlik to'qimachilik tashkilotlari kengashi Uyg'ur majburiy emgakining ijro qilinishini tezlatishga chaqirgan. Iqtisodiy to'qimachilik xabar torining 24 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Davlatlik to'qimachilik tashkilotlari kengashi Amerikadagi parlament a'zolarini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining yo'lga qo'yilishini tezlatib, ishlab chiqaruvchilarga ziyon yetkazish va xatarlik mahsulotlarning import qilinishiga qulaylik yaratishdagi yutuqlarni etishga chaqirgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 1930 yildagi Tamojna beja qonunining 307 moddasidagi belgilamaga asosan Xitoyning to'liq yoki qisman ishlab chiqarilgan mahsulotlarini import qilishni cheklaydigan. 14 asrda yashab o'tgan atoqli jug'rofiya olimi shundaqla Mamlukiylar xaqoni tarafidan Al-Malikul Muayyid unvoni berilgan mashhur tarixchi Abul Fido Sulton Tug'anxon haqida shukrlanib bitadi. Shundaq qilib Hijriya 408 yilga yetib keldi. Bu yili Turkiston sultoni Qarxon olamdan o'tdi. Ba'zi tarixchilar Qarxonning Hijriya 406 yili Turkiston diyori bo'lmuş Kashgarda vafot bo'lganligini qayd qilishadi. Aslida Qarxon shu yili bitap bo'lib yetib qolgan edi. Ba'zi turk qabilalari va qora xitoylarni o'z ichiga olgan zo'r ko'lamlik chin qo'shini fursatni g'animat bilib, uning yurtiga besib kelmoqchi bo'ldi. Qarxon ularga qarshi atlanish uchun Allohga munojat qilib, o'ziga shifolik berishni, Xitoy qo'shinini bir taraf qilayotgandan keyin boshqa nima kelsa mayli ekanligini aytib duo qildi. Degandek sultonning kesili saqaydi. Shuning bilan sulton darhol butkul qo'shinni to'plab, chin qo'shinini tarmal qilishga atlandi. Chin qo'shini shu vaqtda 300 ming chidirliq qo'shinga ega bo'lib, sulton ularga qaqshatqich zarbisi bilan 200 mingdan ortiq dushmanni o'ldirdi. 100 mingcha kishini asir elib, son-sanoqsiz g'animatlar bilan Balasog'unga qaytib keldi. Qaytib uzun o'tmayla sulton olamdan o'tdi. Sulton Qarxon haqiqatan dini mustahkam, adolatparvar sulton edi. Uning bu sarguzashtisi sahobalardan Said ibn Muaz al-Ansari radhiyallohu anhuning sarguzashtisiga naqadar o'xshagan. Muaz radhiyallohu anhu Allohdan o'zini taki Bani Qurayza g'azotida qatnashganga qadar qabziroq qilmay turishni tilagan edi. Degandek, uning jangdagi yarisi taki Rasululloh Bani Qurayza yahudiylarini jazolab o'ldirishga tegishlikini o'ldirib, surgun qilishga tegishliklarini surgun qilib to'xtaganga qadar adimay turdi. Ishlar oxirlashishi bilan birdilla Saidning yarisi qanashqa boshladi va bu olamdan xo'shlashdi. Sulton Qarxonmo xuddi shu sahibiga o'xshash olamdan o'tgan edi. Sultonning to'liq ismi Abu Nasr Ahmad ibn Ali Tug'anxon bo'lib, uning vafotidan keyin qarindishi Abul Muzaffar Arslanxon taxtga o'tirgan edi. Burhan Muhammadning Chirik ruh va Quruqchi zihniyat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.